Assalamualaikum hörmətli televizor görgüçülər. Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını görüyorsunuz. Programımız hoş geldinler. Mezgür programımızda muş bir hafta jarayonida radiomuzda anlatılgan bir kısım mühim haberlerini esiltip ötmekçimiz. Ben Erkin. Ben Gülçehre. Tövəndə qıtanlar xəbərlərimizin təfsilatları da olsun. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişideki mutaxassislar yakında Xitayga doklat yollab, onun terörlükə qarşı duruş qanunuga düşençe berişini talep qılgan. Doklatda onun terörlükə qarşı duruş kanunu ve onun Uyghur Abdunum rayonundaki icraatının xalqara adliya ve kişilik hukuk ölçemlerine xilaf ikenligi ta'kidlangan. Doklatda qayd qilinishicha Xitoy hukumatining bu mücmel kanun nizamlarını keng ko'lamlik ishga silishi orqasida rayonda az deganda 1 milyon Uyghur, Qazaq ve başka musulmonlar tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan. Shundaqla ularning kishilik huquqiy ham erkinligining ig'ir dafsanda qilinishiga yo'l ochgan. Kishilik huquq mutaxassislarining ilgari surishicha, bu misli ko'rilib baxmagan bir maktub ekan. Dünya Uyghur Qurultayıning programma direktori Peter Irwin mundaq deydi. Men bu maktubning ilgari ko'rilib baxmagan mislsiz vaqa ekanligiga qo'shilman, chunki uningga imzo qo'ygan mutaxassislar soni, uningdagi uchurlar Xitoy hukumatiga andishlarini ifodalash jihatlarda yetuk doklat bo'lib, uningga mutaxassislar tafsiliy bayon orqali o'zlarining lagerlarga bo'lgan andishlarini ifodalagan. Uyghur diyarıdaki ceza lagerlariga qamalgan tutqunlar ve onlarının aile a'zolarini sürüştürüş faaliyetlerini aktif davamlaştırıp kelayotgan Amerikadaki Arifat Erkin, yakında dadisi Erkin Tursun'un uzun müddetlik qamoq cezasıga kesilganligi haqida uçur topshirib olgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mecburi gayip qilib etilganlar meselesini tekshirish xizmat gruppasi yakında Arifat Erkin'ge xabar berib, G'uljidagi dadisi Erkin Tursun'un, yani Eli televiziya stansiyasining rejissyori Erkin Tursun'un Xitoy hukumati tarafidan 19 yil 10 ay kesib etilganligini jazmlashtirganligini bildirgan. Egallanishicha, Erkin Tursun Uyg'ur diyoridagi radio televiziya sohasida tonilgan kishilarning biri bo'lib, eng uzun muddatli qamoq jazosiga hüküm kılıngan jurnalistlarning biri ekan. Qazaq yazğıcı, jurnalist ve tercüman Dilshad Oralbayning 2018 yıl tutqun qilinib, lagerga elib ketilganligi ilgari surildi. Dilshad Oralbayning Qozog'istonda turishliq singlisi Gülayshaning radiomizga bildirishicha, Dilshad Oralbay 2018 yılı tutqun qilinib, lagerga elib ketilgandan beri uning hech qanday izderiki bo'lmagan. Dilshad Oralbay 1987 yılı Ali Mektepni bitirgandan keyin İli Geziti, İli Oblastlik Siyasi Kengash, Kuytun Geziti qatarlıq joylarda muxbir, tercüman ve adabiy tahrir bo'lib ishlagan. Bu jarayonda u Kapitan Grantinning qizlari qatarlıq 15 kitap, Erkinlik qatarlıq 30 parcha post ve hikoyalar, 150 dak televiziya teatrlarini qozoqchaga tarjim qilgan. Onun singlisining bildirishicha, navbatda uning cho'ng aks qo'yib berilgan bo'lsa-mu, lekin Oralbay bilan yana ikki singlisining hech qanday xabari yo'q ekan. Muavin Amerika Tashqi ishlar ministrining nomzodi Stefan Beygan 20 noyabr kuni Amerika Kengash palatasida guvohlik berib, Xitoyning Uyg'ur rayonidagi musulmon tavobgohlarini chaqayotganligiga doir xabarlarning chinligidan mas'ul yo'qligini bildirgan. Stefan Beygan yuqorqi so'zlarini Kengash palata a'zosi Corey Gardnerning savoliga javob berganda qilgan. O o'zining New York vaqti gazetida e'lon qilingan Uyg'urlar haqidagi maxfiy hujjatga doir xabarlarni o'qiganligi va uningdan cho'chiganligini bildirib, shundaqla men yana bir hafta avval xabarlarda e'lon qilingan mazar, masjid qatorliq musulmon tavobgohlarining sistemalik yo'qotilayotganligiga doir rasmlik dalillarni ko'rdim. Men bu xabarlarning chinligiga savol qo'yishga hech qanday sabab yo'q deb qarayman degan. Uning ilgari surishicha, bu vaqtdagi xabarlarda qo'rqinchli hodisalarning yuz berayotganligi qayd qilinayotgan bo'lib, diniy va etnik guruhlarga bu xil nishonliq zarba berish qabul qilinmaydi ekan. Stefan Beygan yaqinda Prezident Trump tarafidan Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin ministrlik nomzodligiga ko'rsatilgan edi. Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida qirg'izistonlik tonilgan Uyg'ur rassam Talat Mir Rahimovning rasmlar ko'rgazmasi o'tkazilgan va uning rasmlar to'plami nashr qilingan. Talat Mir Rahimov tug'ilganligining 75 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan ko'rgazma
Ғапар Айтиев намыдaki Қырғызстан Дөләт музейді ечілген. Көргәзмеге оның 50 yıllık ijadiyat hayatыды яратқан әр xil temalardaki 100'ден артық әсері қойылған. Сәнәт әрбаплары оның әсәрлерді milli пұрақ çıqып тұрдығанлығы, халықның тарихи, мәвжуд hayatı, örp adetlari maharat bilan kishilarning ko'z oldiga namoyon qilib berilganligini ta'kidlagan. U mazkur ko'rgazma munosabati bilan ziyoratimizni qabul qilganda o'zining ijodiyati haqida to'xtalib, "Men may bo'yoq bilan realizmga yaqin ishlarni elib ketyapman" dedi. Talat Mirrayimov 1944-yili Uyg'ur elining G'ulji shahrida ataqliq zargar oilasida tug'ilgan. Uning dadasi Ag'zam Mirrayimov hozirgi Qozog'istonning Yarkent shahrida tug'ilgan bo'lib, Stalin davrida ota-onasi bilan Uyg'ur diyoriga ko'chib kelgan ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.